bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan ko'pchilikni mutasaddir ustozi bo'lgan ustozimiz, yoshimiz kattaroq bo'lsa ham baribir ustozimiz umri uzoq bo'lsin. Mana Ahmadjonlar bilan ham aka-uka, mana ukamiz Ahmadjonni ijodi eslab turibdi. Hammani oling, hamma. Bu yerga yig'ilgan insonlar ham Ahmadjonni singari kamtar, haligi xalq sevadigan san'atkorlar yig'iladi deb o'ylayman. Umri uzoq bo'lsin, sog'lik bo'lsin, salomati. Ahmadjon mana shu ukamiz nima deymiz, ijodiga baraka. Yana keyingi yig'ilishlarda siz bundan 5 yil oldin duo qiluvdingiz, 6 yil oldin. Xalqat unvonlariga arzib o'tib ketyapti. Bersin, shularga bersa arziydi. Mana hozir professor, bastakor, xonanda, zo'r sozanda, Yuzlab shogirdlarning ustozi. ustoz. Shunga bir duo qiling, ustoz. Allaga shu yigit keyingi safar Ahmadjonga nima yaxshi xayrlar qilayotgan bo'lsak, Alloh bersin. Ilohim eng sevgan xonandasi, eng sevgan sozandasi, eng sevgan bastakori bo'lib, hamisha xalqimizga xizmat qilib duosini olingiz. Allohu akbar. Rahmat. Rasmga